Assalomu alaykum hammaga. Biz kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Cobalt mashinasiga, o'zim mashinam juda ham bitta muammo bo'lardi. Haydab ketayotgan paytimda dada qo'yamiz. Video registrator o'rnatganman, dirillaydi uni. Dirillab turadi. Buni dirillash sababi o'zini oynasini ustiga rezina bilan qo'shimcha video registrator qo'yilgan bo'ladi. Mana olib ko'rsating. Hozir zo'r bitta mahsulotimiz chiqqan. O'zini oynasini olib tashab, buni qo'yamiz. Tayyor holatni ham ko'rsatib o'taman. Mahsulotimiz mana. Tayyor zavodskiy narsa bo'ladi. Tomog'im og'rigan. Birga bir tushadi joy-joyiga. Surxondaryolik podpischilarimiz ham kimga video registrator o'rnatgan bo'lsam, zakaz bersalaringiz bo'ladi. Narxi 150 ming so'm chiqadi. Qo'yib berish ichida bo'ladi. Hozir tayyor holatni ham ko'rsatib o'taman. Ingichka bo'ladi. Mana holat, qotirib oldim orqalarini. Birga bir tushadi. Hech qanaqa samarasiz qo'shimcha qilinmaydi. O'zini oynasi yechib tashaladi. Mana. Birga bir tushadi. Endi hozir o'rnatamiz buni. O'zini toshiga minadi. Endi qotiramiz. Tayyor bo'ldi. O'rnatdim. 5 minut vaqt ketadi ko'p ketsa. Orqasi ingichka bo'lib turibdi, hech qanaqa ommoq yana buni. Umuman hozir endi taga qo'yib boramiz. Oyna yengil bo'lganligi uchun dirillamayapti buni. Qimirlamay turibdi. O'zimga juda ham yoqdi, shu uchun o'zimga qo'ydim. Umuman qimirlamaydi. O'zini oynasiga o'xshab yechilib qolavermaydi, tomoni yaxshi. Keyin ham mana buni zo'r tomoni bor ekan, mana yopib qo'ysak ham zo'r ekan endi. O'qish tomoni zo'r ekan, lekin mana shu tiqirda berardi. Mana zo'r tomoni yopilib turar ekan mana bu yer. Foydalanib qolamiz. Narxi 150 ming so'm. Bemalol zakaz qilsalaringiz oyda oxiriga Surxondaryoga borib qo'yib beraman inshaalloh. YouTube'ga ko'pdan buyon video qo'yayotganim yo'q. Instagram tarmog'i qo'yapmiz. O'sha uchun aktiv bo'lamiz. 6 kun zo'r video chiqadi. Yangi seriyasiga ko'chganmiz. Telegramda yozsalaringiz lokatsiyasini tashlab beraman.